Assalamu alaykum, Xasillik Dastan programımızın aziz görürmenleri. Bugünkü programımızda ailemizde külgünçek nan pişirishni birlikte görüp bakaylı. Hem de külgünçek nan degan bu isimni özüm koyup aldım. Pişip çıkkanda külüp turganda görüngenlik üçün. Ondaqda kerekli kuruşlar bilen tanışıp çıkaylı. Aldılar unga bolkalarni pişirish işletadigan kuchlik un ishlasak bo'ldi. O'rtalik kuchlikdagi un bo'lsa albatta bo'laveradi. Undan 1 kilo. O'simlik meyidan 40 ml. Endi bo'ldirg'idan 10 gram. Bu siyadan paydalıq bo'lg'achqa batanda bunallarga qo'shadigandi. Siyadandan 5 gram. Buningdagisi chia urqi deb deydiganmiz. Chia urqi, chia seeds deb deydigan inglizcesida, balkim bizning vatanda chiqmaydigan bo'lg'achqa, aynan chia seedsni aynan so'zma-so'z tarjima bilan chia urqi deb olgan bo'lsak kerak. Bu nihoyatda foydali o'simlik talalari mo'l bo'lganligi uchun buni bugun qo'shdim. Bundan 5 gram. Undan keyin bu qachidagisi teriq o'xshab qoldi ekan. Lekin teriq emas, yaponchada quinoa deydigan shundaq bir zira nima ekan bu shundaq buning o'simlik talalari nihoyatda mo'l bo'lganlikdan bugun qo'shmoqchi bo'ldim. Uni o'xshash 5 gram. Endi bu siyadan, chia urqi, quinoa degandek bu materiallarni o'simlik talalari nihoyatda mo'l bo'lganlikdan nihoyatda salomatlik foydali bo'lsa buğanalet qo'shsaq da yaxshi. Agar ancha yaxshi ko'msak yoki qo'shmasaqmi bo'laveradi albatta. Buningdagisi ilman suv, ya'ni qo'limiz chilsaq ko'ymaydi albatta bo'lsa 35 gradusdan 40 gradusgacha aralıqda bo'lsa bo'ldi temperaturasi. Ilman suvdan 600 ml. Ma kichik stakandagisi o'xshashli suv, aning patman qismini ayirib qo'ygan. Endi materiallarimiz yuqorqidek mashg'ulotimizni boshlasak, ximir yo'g'irish apparatimizga unimizni to'kamiz. Undan keyin siyadan, chia urqi, quinoa degan materiallarimizni bir-birlab üst-üstiga to'kkandan keyin cho'kimiz bilan toza yaxshi aralashtirib olamiz. Undan keyin mayni va bo'ldirg'ini solsak bo'ldi. Hamda ba'zilarimiz ishlatadigan bo'ldirg'ular bir ishlatishdan 5-10 minut bo'ldirib, ilman suvi biza shakar qo'shib ilman suvichilar qo'yib, uni toz ko'ptirgandan keyin undan keyin ishlatish kerak deydigan ba'zi bo'ldirg'ular bor. Ya'ni ba'zilari unda qilish hojatsiz deydigan, oldin ola ko'ptirish hojatsiz bo'ladigan bo'ldirg'ular bor. Shunga o'zimizning ishlatilgan bo'ldirg'ularimizning ahvoliga asosan ko'ptirish hojat bo'lib qolsa, oldin ola azroq shu ishlatadigan 600 ml suvdan azroq bir qismini ayirib olib, shuningda oldin ola 15 minut bo'ldirg'ini silib, bo'ldirg'ini ko'ptirib olgandan keyin uni ishlasak bo'ldi. Mening bugun ishlatadiganim unda ko'ptirish hojatsiz deydigan turi bo'lg'achqa bo'ldirg'ini men bevosita ishlatib. Undan keyin 600 ml suyimizni quyib, cho'kimiz bilan biroq aralashtirib bergandan keyin ximir yo'g'irish apparatimizga qo'shilib, xamirni yo'g'irsak bo'ldi. Endi xamirimiz yo'g'irilib bo'lgandan keyin uni yo'g'onroq bir qachiga yo'tkab, ustini plastik yaltiroq bilan hem yepib, illiq bir joyga qo'yib bo'ldiramiz. Xamirimiz toza yaxshi ko'pib, yaxshi bo'ldi. Endi ambilimizga quruq unni sepib turib, xamirimizni ambalga elib olamiz. Endi buni shu ekran ko'rsatilgandek cho'ng kichikligini muvofiq cho'nglik qilib zo'lizib olsak bo'ldi. Ya'ni duxovkamizning non pishirmoqchi bo'lgan lesimizning cho'ng kichiklik ahvoliga asosan men odatda 1 kilo undan har bir lesimga 6 taldan jami 12 tal qilib parchalab olaman. Hamda har bir zo'lni birdan ilib rastlashga boshlasak bo'ldi. Shu ekranda ko'rsatilgandek bisib yalpoqdaymiz. Shundaq ekrandagidek holatda yalpoqlagandan keyin uni bir uchidan boshlab yo'gaymiz. Xuddi ekranda ko'rsatilgandek yo'gaganda bo'sh emas, nihoyatda ching holatda ching qilib yo'gaymiz.
qatim yögülgəndən keyin yana uzunsuğa yana bir qatim yögəymiz. Şundaq ekrandakidek çiң besib turib, taza çiң holatda yögəymiz. Yögəndən keyin ikki uch tarafini chimdib ushlig'roq holatda. Limonning shakli mushtaqroq bo'ldi-ku. Shundaq ushlig'roq ikki uchi inchikroq kelgan, ushlig'roq kelgan mushqil holatda yasaymiz. Qolganlarini yana mushqil holatda raslab, həmin tayyor qilib, ostini maylab, lesqiratlik tezib olamiz. Ondan keyin bularni qurishib qolmasligi uchun pokiz lungimiz bilan ustini yipib 15 minutdan 20 minutlargacha turg'izamiz. 15-20 minutlardan keyin raslab olgan nonlarimiz mana shundaq ekranda ko'rsatilgandek tazvoyga yetib ko'pidi. Ondan keyin biz har bir nonning yuzini quruq unni sepib turib, tekshir bir quruq unda sepib etgandan keyin yuzini tig' bilamda yoki pichoqda xuddi ekranda ko'rsatilgandek yuz qismini tilib qo'yamiz. Ondan keyin 210 gradusda oldin qizitib qo'ygan duxovkamizga silib 30-35 minutlar atrofida pishirsak bo'ladi. Hamda duxovkamizningki qizish ahvoli, ya'ni qizartish ahvoliga asosan vaqt va gradusda sal tangshashab basaqmi bo'ladi. Shunda qilib nonlarimiz toza go'zal pishib duxovkamizdan chiqdi. Mana shundaq kulib turadigan kulgunchak nonlar pishdi. Mustafa hurus. Baksak. Mustafa. Sıvaş bozuk. İç taraf şunchalik mi yumshoq? Tish taraf shundoq churuk. Shunday yaxshi pishadi.